Shunday narsalar borki, ularni na qarishga qarshi vositalar bilan, na plastik jarrohliklar bilan to'g'rilash mumkin. Soxta hujjatlarning esa zarurati yo'q. Biz sizning ichki yoshingizni nazarda tutyapmiz. Millionlab insonlarda biologik va ruhiy jihatdan yoshi turlicha. Tekshirib ko'rishni istaysizmi? E'tiboringizga juda oddiy, ammo ichki yoshingizni aniqlab beruvchi testni havola qilamiz. Qoidasi oddiy, berilgan savolga xayolingizga birinchi kelgan javobni bering. Uzoq o'ylanmang, agar ichki yoshingiz 9 yosh chiqsa, bu sizning IQingiz past degani emas. Bu sizning dunyoni qabul qilishingiz yosh va yorqin ekanligini bildiradi. Agar 22 yosh bo'lsangiz u ichki yoshingiz 60 yoshni ko'rsatsa, bu natija ham yomon emas. Bu sizning dono ekanligingizdan dalolat beradi. Har bir berilgan javob uchun belgilangan ballarni hisoblab boring. Tanlangan har birinchi javob uchun 1 ball, ikkinchi javob uchun esa 2 ball, har uchinchi javob uchun 3 ball va nihoyat to'rtinchi javob uchun esa 4 ballni qo'lga kiritasiz. Har bir savolning 4 ta varianti mavjud. Boshladik. 10-si rangni tanlang. Birinchi savol juda oson. Quyida berilgan ranglar jamlanmasidan o'zingizga yoqqanini tanlang. Ranglarga ko'zingiz tushishi bilan qaysisi diqqatingizni tortsa, darhol tanlang. To'qqizinchisi yegulikni tanlang. Agar qorningiz och bo'lsa, ushbu havolamiz uchun uzr so'raymiz. Ammo bu testimizning muhim qismi, axir ovqatlar juda mazali bo'ladi. Agar hozir tanovul qila olganingizda, ushbu ovqatlardan qay birini tanlagan bo'lardingiz? Onlayn afzallik. Quyidagi internet sahifalaridan qaysi biriga tez-tez tashrif buyurasiz? Yettinchisi sizning ramziy hayvoningiz. Sizning ramziy hayvoningiz sizni ikkinchi meningiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun e'tibor bilan tanlang. Birinchisi yakkashoxli ot, sehrli, yovvoyi va erkin. Ikkinchisi yalqov, bunga ta'rifning hojati yo'q. Uchinchisi akula, maqsadga erishuvchi va xavfli. To'rtinchisi yoki ramziy hayvoningiz yo'q. Oltinchisi filmni tanlang. Bugun kino kechasi va siz qaysi filmni tomosha qilishni tanlashingiz kerak. Nimani tanlagan bo'lar edingiz? Birinchisi multfilm yoki oilaviy film. Ikkinchisi action yoki qo'rqinchli film. Uchinchisi komediya. To'rtinchisi romantik drama yoki hujjatli film. Beshinchisi yangi ko'nikmalarni o'zlashtirish. Tasavvur qiling, ayni daqiqalarda biror ko'nikmani tanlab, o'zlashtirish imkoniga egasiz. Quyidagilardan qay birini o'rganishni istardingiz? Birinchisi xorijiy til, ikkinchisi biror sport turi, uchinchisi menejment, to'rtinchisi rassomchilik. To'rtinchisi orzuyingizdagi ta'til. Aytaylik, ayni damda ta'tilga chiqishni istaysiz. Orzuyingizdagi ta'til yoki dam olish joyini tanlang. Birinchisi Disney olami, ikkinchisi Eurotur, uchinchisi katta shahar hayoti, to'rtinchisi dam olish. Uchinchisi katta hajmdagi pul va uni qanday sarflash. Tasavvur qiling, siz lotereyada yutib oldingiz. Ushbu yutuq chindan ham katta. Uni qanday qilib sarflash bo'yicha 4 ta variantingiz bor. Birinchisi kayf-safo qilish, ikkinchisi sovg'alar sotib olish, uchinchisi hisoblarni amalga oshirish, to'rtinchisi avlodlar uchun saqlab qo'yish. Ikkinchisi mas'uliyatni qabul qilish. Mana shu joyida haqqoniy javob bering.
Agar tartibsizlikka yo'l qo'ysangiz nima qilasiz? Birinchisi, o'z holicha qoldirasiz, boshqa birortasi yig'ishtiradi. Ikkinchisi, kimgadir rad javobini eshitgan holda yig'ishtirishni taklif qilasiz. To'rtinchisi, o'zingiz yig'ishtirasiz, har qalay bu sizning aybingiz. To'rtinchisi, jimgina o'zingiz tartibga keltirasiz, boshqa kim ham bajarardi. Birinchisi, hayot mazmuni. Hayotingiz mazmuni nimada? Bilamiz, bu faylasufona savol. Hozirda to'g'ri deb hisoblagan javobni tanlang. Birinchisi baxtli bo'lish, ikkinchisi muvaffaqiyat, uchinchisi boshqa biror narsani so'rang, to'rtinchisi kurashish. Va nihoyat testni yakunladik. Natijalarni eshitishga tayyormisiz? Ballaringizni hisoblab chiqing va o'zingizni haqiqiy ichki yoshingizni bilib oling. 10-19 ball 9 yosh. Siz qalban juda yoshsiz. Siz kuch-quvvatga to'lasiz. Sizga barcha narsa qiziq, ko'nglingiz ochiq. Har bir hodisaga ta'sirchanlik bilan boqasiz. Sizga hamdard inson va quchoqlashish uchun momiqqina o'yinchoq kerak. 20-29 ball 15-19 yosh. Salom o'smir yoshlilar. Siz yangi hissiyotlarni izlayapsiz. Siz dunyoni zabt etishni, qo'zg'olon qilishni, odamlarni va o'zingizni yaxshiroq o'rganishni istaysiz. Bu dunyo o'z o'rningizni topishni xohlaydigan davrdir. 30-33 ball 20-29 yosh. Bu haqiqiy shaxsning shakllanadigan ajoyib vaqtdir. Siz har doim nima qilishni bilasiz va shu bilan birgalikda zavqlanishni ham unutmaysiz. 34-37 ball 30-55 yosh. O'rtacha ichki yosh. Siz mas'uliyatni yaxshi his qilasiz va hissiyotlar aqlingizni boshqarishiga yo'l qo'ymaysiz. Bu aqliy faoliyat va o'zini rivojlantirish uchun ajoyib yosh. Martaba, oilaviy hayot yoki barchasi birga. 38-40 ball 55 va undan yuqori yosh. Hech kimga hech narsani isbotlashni talab etmaydigan barqaror yosh. Siz o'zingiz uchun qanday yashashni bilasiz. Siz yuzakilik qilmaysiz va doim o'zligingizcha qolasiz. Bunday oqil munosabatlar sizni noxush o'ylar va nuqsonlardan uzoq tutadi. Oltin damlar. Natijalardan mamnun bo'ldingizmi? Ular aniq to'g'ri chiqdimi? Sharhlarda fikr almashishingiz mumkin. Va albatta, menga umrim mobaynida qo'l kelgan iborani unutmang. Siz faqat bir marta yosh bo'lasiz, ammo bir umr bolalardek qolishingiz mumkin. Videoga like bosishni unutmang.